Nihoyat Real Madrid La Ligada g'alaba qozondi. Mbappe o'yin qahramonlaridan biriga aylandi. Assalomu alaykum Real Madrid muxlislari. Ajoyib g'alaba uchun bitta like bosishni unutmang. Kechagi uchrashuvdagi super gollarni Davron Fayziyev sharhida tomosha qilishni istasangiz, unda sizni Telegram kanalimizga taklif qilamiz. Gollar va Realga oid yangiliklar Telegram kanalimizda. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Biz o'yindan keyingi rasmiy fikrlarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. La Liga Real safarda Atletikni ayab o'tirmadi. Mbappedan 2 gol va 1 bor assist. Madridliklar chempionatdagi 3 o'yinlik g'alabasiz seriyasiga nuqta qo'ydi. Ispaniya chempionati 19-turdan o'rin olgan Atletik va Real Madrid uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Alonso boshqaruvidagi Real Madrid yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab Mbappe 7-daqiqada hisobni ochdi. 42-daqiqada esa Kamavinga Kylianning uzatmasidan so'ng hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. 59-daqiqada esa Mbappe ikkinchi goliga mualliflik qildi va jamoasining yirik g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Mazkur natijadan so'ng Real Madrid ochkolari sonini 36 taga yetkazib, ikkinchi o'rindan joy olgan. Atletik esa 20 ochko bilan 8-o'rinda qayd etilgan. Xabi Alonso bu yilgi eng mukammal o'yinimiz bo'ldi. Real Madrid bosh murabbiyi Xabi Alonso La Liganing 19-turidan o'rin olgan Atletikka qarshi o'yindan mamnun ekanini bildirdi. O'yin haqida: bu muhim o'yin edi. Biz duranglar seriyasini to'xtatmoqchi edik. O'yinga kerakli tayyorgarlik va xotirjamlik bilan yetib keldik. Jamoa juda yaxlit o'yin namoyish qildi. Bu shu mavsumdagi eng mukammal o'yinimiz bo'ldi. Ayniqsa bunday talabchan stadionda endi shu ruhda davom etishimiz kerak. Mbappe gollari va jamoa kayfiyati haqida: Kylian a'lo holatda, juda harakatchan va Vinicius bilan o'zaro tushunish a'lo darajada. Jamoa birinchi daqiqalardanoq g'alaba uchun maydonga tushdi. Uydan tashqaridagi o'yinlarda yana g'alabaga qaytish juda muhim edi. Yakshanba kuni yana o'z maydonimizda o'ynaymiz. Courtois seyflari haqida: uning hal qiluvchi seyflar qilishi ajablanarli emas. U bizga ustunlikni saqlab qolish va o'yinni nazorat qilishda yordam beradi. Arda Güler haqida: albatta u Jude Bellingham bilan birga maydonda bo'la oladi. U ketma-ket 3 ta o'yinda ishtirok etdi. Biz esa har 3 kunda o'ynaymiz. Qaror bugungi o'yin manfaatidan kelib chiqib qabul qilindi. Olympiakosdan keyingi muloqotlar haqida: bugun eng muhimi jamoaning o'yini, jamoaviy daraja. O'yinni qanday nazorat qilganimiz, hammasi juda barqaror bo'ldi. Girona bilan durangdan keyin bu muhim belgi edi. Endi barcha e'tiborimizni Seltaga qaratamiz. Jadval shunchalik zichki, boshqa narsani o'ylashga vaqtimiz ham yo'q, dedi Xabi Alonso. Klopp Realga qanday talablar qo'ygani ma'lum bo'ldi. Xabi Alonso La Ligadagi ketma-ket 3 ta durangdan keyin bosim ostida qolmoqda. Mishmishlar olami darhol faollashdi. Real bilan goh Zinedine Zidane, goh Jurgen Kloppni bog'lashmoqda. El Nacional sahifalarida ancha shov-shuvli material chiqdi. Unda aytilishicha, Klopp Realga ehtimoliy hamkorlik bo'yicha talablar qo'ygan. Shunday qilib, nemis futbolchilarini tanlashda to'liq nazoratga ega bo'lishni istaydi. Kloppning fikricha, Real tarkibini jiddiy o'zgartirishi kerak. U 2 futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. O'yinni boshqara oladigan top tayanch yarim himoyachisi, shuningdek Mbappega yuklamani kamaytiradigan va unga qanotda o'ynashga imkon beradigan markaziy hujumchi. Kloppning fikricha, qanotda Kylian yanada samaraliroq bo'ladi. Shuningdek, Klopp Realda sotish yoki qo'yib yuborish kerak bo'lgan 4 ta ortiqcha futbolchi topdi. Ular David Alaba, Dani Ceballos, Brahim Diaz va Endrick. Jurgen Klopp hozirda Red Bull futbol tizimida ishlamoqda. Sizningcha Jurgen Klopp Realga bosh murabbiy bo'lishi kerakmi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Kechagi uchrashuv haqidagi fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Sizningcha Mbappening qaysi goli eng chiroylisi bo'ldi? Albatta fikrlar yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.